Alloh taoloning yordami ila bu dunyoda har bir inson baxtli bo'lib yashashga imkon bor. Agarki biz qilayotgan ishimiz boshida bismillah bo'lmasa, Allohning rahmati va nusrati bo'lmaydigan bo'lsa, biz qilgan ishlarimiz hammasini dumib kesib bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmonlar, hurmatli xalq, hurmatli Qirg'iziston xalqi, omonmisizlar, tinchmisizlar? Mana bugun biz 13-iyul 2021-yil Masjidul madrasamizning ba'zi bir tumbalarini qo'yishga muvaffaqiyat erishyapmiz. Alhamdulillah. Bu ham bo'lsa Alloh subhanahu va taoloning rahmati va albatta ko'pchiligimizni qilgan duolarimiz ijobati bilan. Ustakilarimiz tumbalarimizni qo'yapti inshaalloh. Alhamdulillah. Sizlar ham o'zingizlarning hissalaringizdan qo'shib, har kim mana shu Alloh subhanahu va taoloning uyiga qo'lingizdan kelishicha kim bitta g'ish olib beradimi, yoki kelib kimdir bitta g'ish qo'yib ketadimi, yoki bir baklashga suv olib beradimi, yoki bir arava tosh tashlab qo'yadimi, yoki hech narsa qila olmasa o'tirib uyda o'tirgan joyida duo qilib qo'yadimi, har kim o'zingizning hissangizni qo'shib, harakat qilib Alloh subhanahu va taoloning roziligini olib qolishlikka shoshilinglar. Chunki Alloh subhanahu va taoloning roziligi mana shu Alloh taolo rozi bo'lgan ishlarda. Mana shu qilgan ishlarimiz albatta Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lgan ishlardan biri. Ya'ni masjid solish va madrasa solishdir. Allohim hammalaringizni ishingizlarga, iymoningizlarga, umringizlarga baraka bersin. Topganingizlarga, ahli oilalaringizga va o'zlaringizni ham qilayotgan har bir harakatingizlarga Alloh subhanahu va taolo rozi bo'lib barakasini bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.